Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh, Allahu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Alhamdulillah, mana bu muborak oylarga Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarni yetkazdi. Aziz birodarlar, hozir haj qilayotgan musulmon birodarlarimizni ham Alloh subhanahu va taolo hajlarini qabul qilsin va o'zini yo'lida qurbonlik qilayotgan birodarlarimizdan Alloh subhanahu va taolo qurbonliklarini qabul qilsin. Mana bu Shom diyorida qurbonlik qilishi lozim tutgan birodarlarimizdan Alloh qabul qilsin, rozi bo'lsin. Hozir mana bu Shom diyorida tashqaridan mablag' chiqargan birodarlarimizning qurbonliklarini Allohning yo'lida so'yib va bularni go'shtlarini ehtiyojmandlarga tarqatamiz. Aziz birodarlar, mana bu qo'ylarni qurbonlik qildik, alhamdulillah, Allohning yo'lida. Mablag' chiqargan aziz birodarlarimizdan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Mana bu qurbonlik qilingan qo'ylarni go'shtlarini inshaalloh ehtiyojmandlarga tarqatamiz. Faqat aziz birodarlar, oldingidek videolar kabi tarqatish jarayonlarini video qilib ola olmaymiz. Inshaalloh ko'proq bularni go'shtlarini mujohid birodarlarimizga tarqatishlikni lozim tutdik. Ularni o'zingizlar bilasizlar, amniyatlari bor va boshqa sabablarga ko'ra ularni video qila olmaymiz. Inshaalloh video qila olmasak ham mana bu qurbonlik qilingan Allohning yo'lidagi qo'ylarni go'shtlarini aziz birodarlarimizga tarqatamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo mana bu qilingan qurbonliklarni qabul qilsin. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Mana shu narsani ham yod olib ketishimizni lozim tutdik. Mana bu qurbonlik qilinayotgan, Allohning yo'lida so'yilayotgan qo'ylarni o'zlari ham so'yib, ahli oilalari bilan o'zlari yeyishligiga ham haqli edilar birodarlar. Lekin shu birodarlar Shom diyorida qurbonlik qilib Allohning yo'lida ehtiyojmandlarga go'shtlarni tarqatishlikni lozim tutishdi. Mana bu taqsimga loyiq inshaalloh. Mana bu qilinayotgan qurbonliklarni Alloh qabul qilsin. Yaxshilik karvonimiz davom etyapti. Kim mana bu yaxshilik karvoniga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z yordaminglarni yetkazsanglar bo'ladi. G'azo va Shomga qilinayotgan yordamlarimiz davom etyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.